alaykum obunachilar. Bugunga 5-6 farta qo'yimiz bor. Lightni bosib, otanga rahmat deb turing. Yigizlar ham chiqadi. O'tda sipatchalardan chiqadi. Xolasa assortiment kuchli aka. Assortiment kuchli Akmaljon. Haqiqiy sipatchalardan kelgan. Akmaljon ko'pchilik obuna bo'lishni bilmas ekan-da mana. Obuna bo'lish mana. Obuna. Bosishadi. Aha. Yana bosishadi managa hammasi. Kimlardir o'zi chiqadi. SMS tarzda hammaga tushib turadi. Akmaljon bu. Aha. Keyin bu lightni bosib, aha. mana kirishda mana. Akmaljon Telegram kanalimiz bor. Telegram kanal Doniyor Arzonchi kanali. Doniyor Arzonchi Telegram kanaliga. Mana buni ustiga bitta bosishadi mana. Bitta bosishadi, o'zi mana to'xtab turing. Avtomatik, mana ozgina sabr qilib tursalang mana Telegramga ketdi mana. O'tadi. Xudo xolasa Telegramga o'tadi mana Doniyorbek Arzonchi mana. Qo'shilishni bosib-boslar, yangiliklardan xabardor bo'lib qolasiz. Aka, qo'zini zo'ri bor ekanmi? Sipachalardan keladi Akmaljon tarqatib turamiz mana Telegramga. Xudo xolasa yangiliklardan xabardor bo'lib turishadi. Yangiliklar kundan-kunga tashab turamiz mana. Akmaljon kech qo'yib ketyapsiz, shunga tarqatib turamiz. Xudo xolasa ulgurib qolishadi. Ulgurib qolishadi. Boshlardingmi? Lightni bosib otanga rahmat deb turinglar akalar. Haqiqiy sipachalardan chiqadi. Qo'llab-qo'tlab otanga rahmat deganda otasiga ming rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yetti bo'g'ozlari chiqadi. Arashanimiz ham Akmaljon o'ta sipachasida. Gap yo'q. Doniorbek Arzonchidan ekiza qo'ydi ishqivozima Akmaljon. Bo'lsa Doniorbekka aytgan zo'rini olib kelsin, keyin bo'g'ozini olib kelsin degan hoji tog'alarimiz uchun da xolasa ishonchli egizlarimiz yetib keldi hoji aka. Mana bu jonivorga mashalloh deb kommentariyaga fikr bildirib, like bosmasangiz hoji aka o'zim ham xafa bo'laman. Bu yelindi ko'rdingiz-a? Endi mana bu sherigini ko'rib qo'ying hoji aka. Mashalloh, to'q bo'g'ozini ishqivoziga yetib keldi-yo. Bir jip toza yegizidan, ha, xolos aka. Pachchasida Akmaljon ko'ryapsiz, ikkalasi ham toza kashtanidan. Mashalloh. O'ti ham zo'r. Qo'ydi qarang. Hammaga assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar. Kanalimizning ashaddiy va qadrli obunachilari. Akalar, hozirda biz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'sha arzonchilar qishlog'i. Xudo xolasa sizga bugun qo'yiladi, zo'rlardan chiqadi. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Bugunga yana katta partiyalar kelgan ekan. Bugun 2026-yil 31-yanvar hafta kuniga shanba. Hammalaringizga kuningiz fayz barakali bo'lsin deya Xudo xolasa biz yana o'sha arzonchi kanalimizda haqiqiy qo'yiladi, zo'rini olib kelyapti turgan egiz qo'ylarda tozalardan chiqadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Yana o'sha arzonchi akamizni qo'yib yurmaysiz. Keling, Akmaljon, yaxshimisiz? Doniyor aka, yaxshi oldingizmi? Rahmat. Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi Akmaljon egizak qo'ylar, ikki potizuk qo'ylarimiz bor. Aha. Ona bola, qonida bolalarimizdan bor. Narxdan yetti bo'g'ozlari chiqadi. Ona bolasi ham bor. Ona bola yonida ham bolasi bor, qornida ham bolasi. Bolasi borlar chiqadi. Lightni bosib, otanga rahmat deb kuzatib tursin. Mana bundaqa dumbavashtikka ayri dumba kashtan qo'ylarimiz ham bor mana Akmaljon. Sipatchalardan va Sipatchalarda hammasi yetti bo'g'oz Akmaljon. Joningiz sog' bo'lsin. Qo'ylarni ko'ringlar akalar. Arqa bo'yinlari qizarib yotgan variantlardan haqiqiy zo'rini olib ko'paytiraman degan hoji tog'alarimiz uchun sizlar uchun maxsus. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Like-ni bosish esdan chiqmasin. Like-ni tirsillatib bosib tursalar, xudo xolasa narxini arzon qilib chiqarib beramiz hoji aka. Doniyor akam, ancha narx aytsam, men narxini tushiraman. Siz like-ni bosib, paddishkan bosib tursangiz bo'ldi. Tamom. Narxini bugun bomba qilamiz. Kechagi videoyimiz ancha prosmotr yig'ibdi aka. 500 nechtadir ham like yo'pti. Xudo xolasa like-ni bosib tursangiz, like-ni bosib tursin. Akmaljon sipatchalardan kelyaptimi kundan kunga? Zo'rlari kelyapti aka. Obunachilar qo'llab-qo'tlab tursin. Biz ham yetti bo'g'oz sipatchalar bilan xalqni qo'llab-qo'tlayveradi, ha? Mana akalar. Xudo xolasa sizga qo'ylar. Oldi qo'ylari keldi mana Akmaljon. O'ta sipatchalardan va qo'ylardan. Hammasi o'ta zo'rlardan deb ko'ringdi. Gap yo'q. Xudo xolasa zo'rini olib ko'paytiraman degan akalarimiz uchun qo'ylardi, lekin yiriklardan. Kechagi partiyalar Xudo xolasa aka tugadimi? Kechagi partiyalar tugadi, xalqqa tarqatdik Akmaljon. 2 soat, 3 soatda tugadi Akmaljon. Aha. Xudo xolasa yangilari kelaveradi. Voy, laytda bosib olib tursin. Sipatchalardan kundan kunga izlanyapmiz mana. Egiz bormi? Egizlardan ham keldi bugun yana. Xudo xolasa zo'rmi? Kecha ololmaganlarga bugun keldi. Bo'g'ozlari ham bo'g'ozligi ham yetti bo'g'ozlaridan. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa ishqivoziga hoji aka like-ni bosib qo'ying. Mana handa turgan narsani bosib qo'ying. Boshqa narsa so'ralmaydi sizdan. Like-ni bosib,
kommentariyaga otangga rahmat desalaring, xudo xolasa sizga Akmaljon, ishonaveram. Arzon yuzlarini ham ko'rsat, yuzlarini ham ko'rsating, yuzlarini ham birortasini manka-mankasi oqqan. Sog'laniza, kalla boshlari ham o'ta sipatcha qarang. Qo'ylar qaranglar aka. Kulib turganda stress issiq qo'ylar. Sipatchalarini Mana bu boshida qarang mana buni. O'ta sifatli. Mashalloh. Xudo xolasa zorini olaman degan akalarimizga. Aka son nechta birinchi partiyaga? Birinchi partiyaga Akmaljon 6 dona, ozgina aytsa ozgina. Demakki, yana kech qolib ketdingiz, kelganingizcha bir 15-20 ta qo'yim sotilib ketdi. Aha. Bu yo'lda kelayotdi, yaxshi qolib ketdi bu. Yo'lda kelyapti bu. Obunachilarga xudo xolasa aka, siz va'da qo'ygansiz-da, har qaydan bo'lsa ham qo'ydi topishimiz kerak. Kuniga shomdan keyin video chiqadi deb qo'yilgan. Kuniga shomdan keyin chiqadi Akmaljon. Aka, endi akalarimiz, ko'pchilik akalarimiz ertalar hozir mana videoni 10da, 12da, 1da ko'rishyapti ko'pchilik. O'sha paytda aka telefon qilsa, bezovta qilmaydimi sizni? Endi aka ololmay qolsa, tamom charchab qo'yotgan bo'lamiz. Hop. Erta mozonda telefon qilishadi, xudo xolasa 5:30da turamiz biz. Gap yo'q. Xudo xolasa bomdodga. Ha, bomdod. Endi ko'pchilik akalarimiz telefon qilishyapti. 10larda, 11larda telefon qilsa ham bo'laveradi. Ha, 11da telefon qilish olsin, agar telefonni olsak, qo'yib bo'lamiz, ololmay qolsak, menga bor uzr. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, xudo xolasa ekranga yozib qo'yamiz. 24 soat telefon qilaverasizlar. Ikkala nomerda ham Telegramlar bor. Xudo xolasa Telegram kanalimiz ham bor akalar. Telegram kanalimizda o'sha kommentariyaga qo'yib ketamiz. O'sha Telegram kanalimizga qo'shilib olsalaring ham yaxshi bo'ladi akalar. Xudo xolasa aka, bularni bo'yvasini o'lchaylikchi. Bo'yvasini o'lchab beramiz Akmaljon. Bo'ldi. Qo'limizdan kelganicha. Ishlayvering aka, bitta ishlayvering sizdan. Mana Akmaljon. Hop. Mana o'zlari baho berishaveradi. Mana o'zlari ko'rib olasizlar akalar mana. O'lchab berilyapti. Hop, bunisini endi. O'z pashti qo'ylarimiz bir xil ekan. Bir xil Akmaljon mana. Bo'ldi, qo'yaver o'z mana. Mana ikkita o'lchadi. Bular ham mana bir xilda mana ko'ringlar. Shu spitchamiz deb o'lchab beraylik. Ha, bo'ldi, ushlamashini, ushlamashini desa, ammo arziydi qo'yimiz mana qarang. Bu o'ta ko'chib desa bunga alohida e'tibor bersin mashinga. Mana janovar. Bu qarang. O'ta tikka ekana qo'ya. O'ta tikkasida mana aka. Akmaljon, zo'rini chiqib hozir. Buni ham bo'yi 70 dan baland Akmaljon. Aka, xudo xolasa bo'ldi, ko'rib olishdi obunachilar. Buni yoshi qanaqa bo'ladi endi aka? Yoshi Akmaljon o'sha to'xli qo'ylar Akmaljon. Aha. Hammasi to'xli, xudo xolasa birinchi qoringa. Birinchi qoringa Akmaljon. Qo'chqorda yurganligi qanaqa buni? Jonivorlar mana. Bo'g'oz qo'ylarimiz xudo xolasa. Mana akalar ko'ringlar mana. U kichkinasini marqa bo'ylari qizaryapti xudo xolasa. Sizga zo'rini chiqarib beraveramiz. Like-ni bosib turing hoji aka. Endi aka buni obunachilarimizga bo'ylarini ma'lumotlarni berdik. Yebichlar sinovdan o'tdimi? Yebichlarga xotirjam bir hafta sinov olishaveradi. Men uyimga keldi. Yebichlar yaxshi bo'lmasa bunaqa bo'lmaydi oldindan. Gap yo'q. Narxchi aka? Buni narximi yo'lida bo'ladi, narxini ichib oldim deb yorishadi Akmaljon. Bo'ldi, bir joyga olishsin. 5.5 dan ketaver. Yo, 5.5 dan demang. Obunachilar xursand bo'lishsin aka. Keyingi partiyalarga o'taylik. Otangga rahmat. Arzonchi bola deb yozib ketsin kommentariyaga. 200 mingdan o'tib beraman. Yo, 200 mingdan demang aka. Dangal o'tavering. O'zi hozir vaqtga qarasam aka 6 ming topibdi. Obunachilar zerikib qolishmasin, narxini chiroyli qilib qo'yib bering aka. Ammo so'ramiz Akmaljon, yana bitta o'taman, boladan qilib o'taman. Bo'ldi. 300 mingdan o'tib beraman. Shunda 5 milliondan ketdi. 5 milliondan. Dastlabki qilib yetkazib olib berasiz. Dastlabkilari ham bizda Akmaljon. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa 5 million so'mdan bir joyga olaman degan akalarimizga kelib ko'raman deganlarga ham lakasalar tashlab berdilar. Bemalol kelib ko'rishaveradi. Suyagi, yirigini, zo'rini olib ko'paytiraman degan akalarimiz telefon qilaverasizlar. Chorvani ko'paytiraman deganlarga tavsiya qilaman. Endi aka bitta gap. Like the boss deyapmiz endi ikkovimiz ham, like the bosishyapti-da. Endi narxini o'tib bermasangiz bo'lmaydi aka. Like the bosish qanaqa berilyapti 5 milliondan Akmaljon? Yo'q aka, bitta o'taylik. Bomba bo'lsin. Yana o'tib beraylik. Chiroyli qilib obunachilarga. Yana o'tib beraylik. Bitta o'taylik aka. Ammo Akmaljon, qachon qarab obunachilar tomon bo'lasiz? Yo'q aka, endi biz obunachilar taraf bo'lmasak, endi siz baland narx aytib berishingiz mumkin. Bo'ldi, otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab, yaxshi fikrlar bildirib, kam-kam ham hamisha o'ram deganday bo'ladi. Akmaljon 50 ta emas, 100 da o'tib beramiz hurmatingizdan. Bor aka. Joningiz sog' bo'lsin. Tursin ketdi mana. 4 million 900 ming so'mdan akalar ishqivozi aloqaga chiqarsin, maslahatini qilib, xudo xolasa sizga soni 6 dona, ko'p emas, ozgina variantlarda. Telefonni qilib aloqaga chiqarasizlar akalar 4 million 900 ming so'mdan o'ptim joyiga.
Telefon qilasizlar, ishlaring bitadi akalar. 24 soat aloqaga chiqaradi. Tanlab olish kerak pul aka. Tanlab olishga Akmaljon 5 million 300 da. 5 million 300 ming so'mdan tanlab olishga. Sirraz telefonni qilib ishni bitirasizlar akalar. Keyingi partiyalarga o'tdik. Akalar, xudo xolasa, ikkinchi partiyalarimizga yonida ham bolasi bor, qornida ham bolasi bor, keyin bolasi ham bo'g'oz. Xudo xolasa sizga haqiqiy zo'rini chiqarib beraveramiz akalar. Ikkalovi ham bo'g'oz, kamiga mana bu onasi ham bo'g'ozda. Xolasa sizga aka haqiqiy qo'ylarni zo'rlardan chiqarib beraveramiz akalar. Ona bolada xolasa bu nechinchi bolasi aka yonidagi? Bu ikkinchi bolasi Akmaljon. Xudo xolasa uchinchi bolasi endi tushadi. Ha, uchinchi bolasi tushadi qornidan. Bu ancha o oldinroq tug'ilgan ekan-da bunisi. Ha, bu bola tug'ilib qolibdi o'zi. o'zi tug'ilib qoldi Akmaljon. 10 oylik Mana, o'tibdi. ha. Yaxshi qarakanda bolasiga Akmaljon bu. Ko'ryapsiz, onasiga o'zi bo'y yetib oldi. Bolasini ham qorni ostida yotib ekan. Aka, Bolasi ham yetuk bo'lgan, onasi ham. Hech joniga zamon bo'lsa mana Yaxshi qo'chqordan qo'shgan ekan, ona bola kashtarlar. Xudo xolasa ozgina mehr berib, sabr qilib tursangiz, mana bu jonivorlar sal kunda yana bittadan bolalar bersa aka, uyingiz chorvaga to'lib ketadi. Ikki oy ham ko'paysa, xudo xolasa 2 dona. Kelasi ham toza kashta Akmaljon, qarang. O'ta zo'r ekanligi qo'ylar. Bolasini ham gazi kuchli ekan, Ha, o'ta yelka boshdan ko'rasiz kengligini. Onasi qanaqa bo'lsa, bolasi ham shunaqa ekan-da, mana ko'ringda, Dim boshdan ham tikka. bo'g'ozligi ham bir xil. Gazi ham zo'rda qo'yamizdi. Jonivorni qaranglar. Bu ona hali bitta 3 oylikcha aka. Ha, metrda ham, avval metrda ham. Bu ahada tursa-da mana yuzini ko'rsatib qo'yaylik mana, yuzi ham bir xil ekan. Bo'ldi, ishlayvering aka. Mana jonivor. Juda sho'q ekanligi akalar, mana qo'yib ko'ring. Bo'ldi, mashalloh bolasini qarang. Hop. Bo'ldi aka. Shop turing, tishini ko'rsatib ketay. Ko'rsatib qo'yaylik. Mana tishini tushunadiganlarga mana Tishi 4-5. Mana 2 dona qo'zi tish turibdi yonida Akmaljon mana. Yonida 2 dona mana. Bo'ldi, ko'rishdi aka. 4 ta tish. Hozir bu ikkinchi bolasi, qornidagi 3-chi bolasida xolasa mana yelin solyapti. Yelin solyapti Akmaljon mana. Yelin qo'lga to'ladi xolasa. Mana biz shu bolasini yelini ham ko'rsatib qo'yaylik aka. Ahanda ushlab turing, o'zim ko'rsatib qo'yaman. Ko'rsa. Mana hoji aka. Bolasi ham yetuk bu. Mana yelinda bez bor yelinda. Endi sal kechkirog'i yo'q emas, bor. O'tib kelaman Akmaljon, 3 oylikda o'tib qolgan. 3 oylikda Ha, o'tgan, 3 oylikda o'tib qolgan. Demak, oyasi aytdi Akmaljon. Aha. 3 oylikda o'tgan dedi. Gap yo'q. Mana jonivorni ko'ringda. Kalla tuzilishlari ham bir xilini olib, maslini ko'paytiradi deganlar. Aka, buni narxi nech pul deymiz buni aka? Buni narxini bir joyga olaman degan aka-ukalarimiz Akmaljon 11,5 berishadi ketaveradi. 11,5 million. Ha. Dastlabki qilib chiqarib Ha, beraverasiz. dastlabkasi bizdan o'ynalishmasin, Toshkentgacha uzog'i. Yana chiroyli qilib o'tib bering aka. Keyingi partiyalarga o'taylik mana. Bugun shogirdlar ham yo'q ekan aka bugun. Ammo bugun shogirdlar yo'q, yomon qiynaldik shu bugun Akmaljon. Bo'ldi, like bosib aka siz kayfiyatingizni ko'tarishadi. Bo'ldi, laytni bosib otangga rahmat deb telefon qilsin, 200 ming o'tib beraman. 200 mingdanmi yo 200 ming xolosmi? 200 ming. Yo'q aka, u to'g'ri gapiring. Chiroyli Chiroyli qilib o'tib ketadi bering. Akmaljon. Yo'q aka, chiroyli qilib bering. Bittasiga o'tdingiz hozir siz. Bo'ldi, laytni bosib otangga rahmat. Haqiq arzon bo'ldi deb telefon qilib yaxshi fikrlar bildirsin. Yana 200 ming o'tib beraman Akmaljon. Shunda 11 million 100 bo'ladi. 11 million 100 ga dastlabkasi bizdan ketaveradi. Ha, shu 100 ni olib tashlaylik aka. 100 shirin Akmaljon. Yo'q aka, shu ani olib tashlaylik, dastlabki qilib chiqarib beraman. 100 ming qo'shib berishsa, 11 million 100 bo'lsin. 100 ming qo'shib berishmaydi, dastlabki qilib berasiz. Xursand bo'lishadimi? Aka, like ni tirsillat bosishyapti. Laytni bosib otangga rahmat deb telefon qilsin. Ona bola ketdi. Bar aka. 11 million so'mga 11 million so'm. dastlabki qilib chiqarib Ha, berasiz. dastlabki xotirjam bo'lsin, dastlabkasi bilan yetib boradi. Laytni bosib tursin. Ikkinchi, uchinchi partiyalariga Joningiz sog' bo'lsin. egizaylarni yapishamiz. Egizaylar. Akalar mana xudo xolasa 11 million so'mga 5,5 million so'mdan qo'ya olyapsiz. Yonida ham bolasi bor, qornida ham bolasi bor. Ikkalovini ham bolasi bor, bo'ladi xudo xolasa. Ozgina sabr qilib tursalar, akalar mehr berib, mana o'zi qorinlari osilyapti, tushunadi bu qo'ydi akalar mana. O'ychi o'ylaguncha tavakkalchi, tassa tishini bitirib bo'ladi. Telefonni qilib aloqaga chiqarasizlar akalar, maslahat, xotirjam qilib olib 24 soat aloqaga chiqarasizlar akalar. Keyingi partiyalarga o'tamiz bo'lmasa. Ketdik aka. Ketdik Akmaljon. Akalar, xudo xolasa keyingi partiyalarga ona bolani zo'rini ishqo'ziga yetib keldilar akalar. Ona bolani haqiqiy go'zalini olib ko'paytiraman degan akalarimizga garbonoslik o'ta ham zo'r jonivorni qarang. Yemini yeb turgan variantlarni onasi xudo xolasa bir kasadan yemin yalab turgan bittasi to'ykalariga ahamiyat bering, turuviga jonivordi.
Bolasi haqiqiy garbonosdek zo'r qo'y ekan, lekin chorvani ko'paytiraman, haqiqiy qo'yni zo'rini olaman deganlarga. Mana jonivorni ko'ring-da. O'ta yuvosh ekan-da, lekin hisobdan ko'rgan ekan. Buni pensiyani to'plab turgan hojona, hoji otalarimizga tavsiya qilaman akalar. Buni olib bozorga olib chiqib sotadigan akalarimizga emas. Bu uyda tursa haqiqiy odam maza qiladi-da qo'ydi. Toza narsa lekin. O'zimizda ob-havoga moslashgan, garbonosi ham o'ta ham tiniq, bolasi ham onasiniki ham mana. Hoji aka, xudo xolasa ish duosiga akalar. Onasini yoshi qanaqa aka? Onasini yoshi Akmaljon 4 dan 6 ga o'tyapti. Bolasi 3-bolasi bu. 3-bolasi, ha? 3-bolasi. Haqiqiy paytda bos otanga rahmat turibdinglar. Bolasi ham sog'liq Akmaljon qo'chqor emas. O'zi ko'pay yuraveradi, ha? O'zi ko'pay yuradi. Yaxshi qo'chqor bo'lsa, sog'liq ham garbonoslarni qarang, bolasini. Mashalloh. Oq yuzlik, haqiqiy sipachasidan bolasi. Lekin bolasi ham zo'r ekan. Otasiga o'xshab chiqibdi Akmaljon bolasi. Yaxshi qo'yga qo'shilgan ekan, ha, Yaxshi qo'ya. qo'y qo'shilgan. Mana o'zi onasini ham turishini qarang, stoykalari juda boshqacha narsa. Bunaqa. Buni yungini qirib olib, agregat qilib, ozgina boqib tursalang, haqiqiy o'ta go'zal bo'lib qoladi-da, qo'ydi qarang. Bolasi orqasida bitta yurishini qarang. Joniga sog' bo'lsin. Bolasini ko'rsatmas ekan, qo'ya. Buni aka narxi nechi pul? Buni narxini Bu ketdi mana. Inshaalloh hoji aka, mana qo'ydi qarang. Buni turiga ahamiyatni berib qo'ying. Mana bu ona bolani qarang hoji aka. Haqiqiy mashalloh deb kommentariyaga chiroyli fikringizni yozib qoldiring. Garbonoslarini qarang buni. Mashalloh. Hammamizga mana shunaqa zo'rlardan boqish nasib qilsin. Hoji aka, bosaveradigan joyidami deyman buni. Aka, narxini necha pulga beramiz buni? Bu narxini bir joyga olaman degan ko'kkalarimiz Akmaljon 9 millionga ketaveradi. 9 millionga. Necha pul o'tamiz? Aslida sunnatiga o'tib beramiz. Akmaljon aytgan sotimimiz hech kim. Bo'ldi, bor aka, qanchaga beramiz? 200 ming o'tib beramiz. Yo'q, 200 ming yarashmaydi aka sizga. Laytni bosib otanga rahmat deb qo'llab qo'tab tursin Akmaljon. Aha. Ikkinchi partiyaga, uchinchi partiya, hozir bu uchinchi partiyami? Hop. To'rtinchi partiyaga egizak ishqozlariga egizlardan keldi. Laytni bosib qo'llab qo'tab tursin, yana 200 ming o'tib beramiz. Shunda necha pul bo'ladi? 86 bo'ladi. 86. 8 million 600 dastlabga qilib beraverasiz, a? 8 million 600 ga ham 9 million dedingiz, 200 million o'tib bergansiz, 86. Ha, Yana necha pul o'tib berasiz aka? yana o'tib beraylik. Yana bomba qilib bo'ladimi obunachilar? Bo'ladiganini chiqaravering aka. Laytni bossin. Layt olib tekin olma hoji aka. Laytni bosib qo'llab qo'tlab telefon qilib, yana 100 ming o'tib beraman. 8,5 ga ketaveradi. 8,5 ming baraka. Joniga sog' bo'lsin. Endi aka, ko'pchilik akalarimiz Shakar telefonni olmayapti. Akmaljon videoda ko'rsalar aytadilar. Video qilyapmiz, huzur olmayapmiz. pensiyani to'plab turgan hojona hojotalarimiz bor. Kimdir 1 million. Akalar, xudo xolasa keyingi partiyalariga Doniyorbekdan niyat qilib qo'yganman Akmaljon. Bo'lsa, o'sha arzonidan bo'lsin, keyin tagida mana shunday bezi bo'lsa, 2 oy, yo'masam 1 oy u yoq bu yog'ida tug'ib beradi. Xolasa taxminan endi 3 oylikdan o'tgan 4 oylikka borib qolgan variantlarda. Bu 5 oy 20 kunda qo'yimiz tug'adi, da xolasa hoji aka, sizga pensiyani to'plab turganingizga jonivorni zo'rini olib ko'paytiraman. Bo'lsa mana shunaqa yuzi oppog'idan arashan tumshuqlardan bo'lsin degan akalarimiz uchun, sizlar uchun bo'g'oz qo'yimiz, bir dona bo'g'oz qo'yimiz bor. Mashalloh deb kommentariyaga chiroyli fikringizni yozib qoldiring. Jonivorni qaranglar. Qornlari osilyapti, xudo xolasa. Dumba razrezlari ham ayri dumba, tikka dumba variantlaridan keladi. Soni bir dona, ozgina, sozgina variantlarda. Pensiyani to'plab turgan hojionalarimizga o'ta ham zo'ri. Qo'ydi qarang. Qornlari osilyapti. Aka, buni bo'y vasini bitta o'lchab, ma'lumotlarni beraylik buni aka. Qo'y basta. O'lchab beramiz Akmaljon buni. Hammasi realni bo'lsin mana. Realni bo'lsin mana. Mana o'zlari baho berishaveradi bo'yiga. Mana aka, screenshot qilib urib olasizlar mana. Yuzlari ham oppoq variantlar. Xo'p, buni tagichi aka, buni tagi. Tagi mana Akmaljon. Orqa bo'ylab qizlar yotibdi. Ayoq ko'taraymi? Yo'q, bo'ldi. Mashalloh hoji aka mana. Yetuk bo'ldi. Yelinni ko'rdingiz hoji aka mana. Mana yelinlar bez bor, mana yeli osilib qolibdi. Mana hadda yo'q qolibdi hoji aka. Tozasidan tomon deganlarga. Zo'r. Zot qaraqa aka buni. Soxta arashanda mana Akmaljon. Mashalloh. Turuga bir ahamiyat bering hoji aka Sipachasi mana. Akmaljon. Eng zo'rini olaman deyapsizmi? Xudo xolasa siz uchun o'ta ham go'zal. Yuziga bir ahamiyat berib qo'ying. Buni aka narxi nech pul deymiz? Buni Akmaljon narxini 7 million, 8 million demaymiz. Hop. So'mda chiqadi, yo'lida chiqadi Akmaljon. Aha. O'sha qora qo'ylar ichida kelgan buni. Buni tavarruk qilib
To'g'ri mincha deb og'zimizni ko'pirtirishimiz kerak yo'q Akmaljon. Bo'ldi aka. Bir joyga olaman aka ko'kalarimizga aytaymi narxini yashaltirib aytaymi. Yo, narxini hozir ayting aka, xursand bo'lishsin obunachilar. Doniyorbekdan to'q bo'g'oz qo'ya oldim. Bo'ladi yana aytib ko'raman Akmaljon. Hop. 5 million 700 berishadi dastlabkasi bizdan. 5 million 700 bilan dastlabki qilib yetkazib Ha, berasiz. dastlabkasi ham bizdan o'ylanishmas. Xudo xolasa, zo'r. Yetuk bo'g'ozlarida Akmaljon mana. Qo'y lekin bo'g'oz aka, xudo xolasa, ishonchli to'q bo'g'oz. Bu akamiz bugun chiqib ertaga chiqmaydi. Har kuni shu kanalda. Har kuni chiqamiz Akmaljon kanalingizda, xudo xolasa, qo'llab-quvvatlab laytni bosib tursin. Spatchalarda qilaveramiz Akmaljon. Aka buni 5 million 700 demang. Aha. Keyingi parda egizlarga navbatni beraylik. 5,5 olsa ketdi. Yo'q, 5,5 demang aka. Xursand Yana o'tib bo'lishsin. beraylik. O qo'y ketdi aka, xursand bo'lishsin. Yana o'tib beraylik. Chiroyli qilib bering aka. O'zi egasini oldi ketyapti, shuni ko'ryapsiz Akmaljon. Bo'ldi aka. O'sha Ardali Doniyorbekdan yo'lda bo'g'oz ko'chaga qo'ydi ketgan. oldim deb xursand bo'lib yuribsiz aka. Akmaljon 100 emas. 300 o'tib beraman ketdi. Nech pul bo'ladi shunda? 5 million 200 bo'ladi, ammo boshqa so'ramaysiz. Joningiz sog' Barbar bo'lsin. aka. 5 Laytni million 200 bosib ming so'm. otanga rahmat deb qo'llab-quvvatlab turinglar. Haqiqiy zo'rlardan chiqaraveramiz Akmaljon. Gap yo'q akalar. Mana to'q bo'g'ozni olaman degan akalarimizga 5 million 200 ming so'mga dastlabki qilib chiqarib beriladi akalar. Mana xudo xolasa bo'g'oz qo'ydi. Ko'pchilik akalarimiz, arashanchi akalarimizdan qimmat-qimmatga olyapsizlar, lekin bu narsa 5 million 200 ming so'mga ozgina sabr qilib tursalar, bitta bolalar beradi, To'g'aj aka. Bolalar bersa, xudo xolasa chiroyli pulga sotib olasiz. Telefonni qilib aloqaga chiqing, keyingi partalarga o'ting aka. Doniyorbek arzonchidan ekiza qo'ydi ishqivozman Akmaljon. Bo'lsa Doniyorbekka aytgan, zo'rini olib kelsin, keyin bo'g'ozini olib kelsin degan hoji tog'alarimiz uchun xudo xolasa ishonchlik egizlarimiz yetib keldi hoji aka. Mana bu jonivorga mashalloh deb kommentariyaga fikr bildirib, like bosmasangiz hoji aka o'zim ham xafa bo'laman. Bu yelindi ko'rdingiz-a? Endi mana bu sherigini ko'rib qo'ying hoji aka. Mashalloh, to'q bo'g'ozini ishqivoziga yetib keldi-yo. Bir jip toza egizidan, xudo xolasa aka. Spatchasida Akmaljon ko'ryapsiz, ikkalasi ham toza kashtanidan. Mashalloh, xudo xolasa zo'rini olaman degan akalarimizga o'tayam Boshlari ham zo'rlardi. keridinmasdan, laytni bosib hoji aka. Shuna dilpog'ing ishimiz bitadi mana. Jonivorni qarang, spatchasidan. Qo'ydi qarang hoji aka. Dumbar azizlar ham Yuzga tikka. bering. Mashalloh, mana xudo xolasa o'zi ikkovini ham bildingiz-a, mana ko'rdingiz-a. Ikkovrida ham xudo xolasa dalada yurgan, yaxshi qo'chqordan qochilgan deb berilibdi. Biz sizga to'g'ri ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz hoji aka. Ishqivoziga telefonni qilaverasizlar. Bu yaxshi pulga olingan dedingiz aka videoda. Yaxshi pulga olingan Akmaljon, nimaki? Buni videosigacha qo'yib oldik egasidan. Egasidan olinyapti. Egasi qo'y. Yaxshi qo'chqordan qochgan deydi. Telefon nomerlarini ham oldik Akmaljon. Bu o'sha yaxshi qo'chqordan qochilgan deb berildi. Videolari ham bor, telefon qilsa tashlab berilaveradi. Videosigacha bor Akmaljon. Shuni videosini qilib oldik. Bu olinayotganda videosini qilib olingan. Olinganda videosini qilib oldik. 100 ga 100 ikkalasi bitta qo'ydi, bolasi deb berishdi. Mana akalar, dumbar ajrizlari ham chiroyli. Spatchasidan yuzlarini ham qarang Akmaljon. Mashalloh hoji aka. Mana. Jonivorlar. Qo'yvaring aka, Qo'llarni ko'rsatib qo'yaylik. Aka, buni yosh oyligi qanaqa? Yosh oyligi Akmaljon 10 oylik plus minus qo'y. Aha. 10 oylikda o'tib qolgan u. 10 oylikda o'tib qolgan-a? Ikkovi ham bo'g'oz. Ikkovi ham yetuk bo'g'oz ko'rib turibsiz Akmaljon. Mana akalar, xudo xolasa endi o'zingizdan so'rab olgan yaxshi-da baribir. Qo'ylar mana akalar, xudo xolasa. Bo'yvaslari o'lchamasak ham bo'laveradi. 75 plus 80 ga yaqin-a? Mana akalar. Yo'q, o'z bo'ldi qo'ydi, ko'rdim. Men obunachilar haqiqiy o'sha ko'ngillariga istab turgan variantlardan hali qo'raga olib kelishsa ham qo'yib yuborishsa, ikkitadan tug'ib bersa, mashalloh deb qo'yishadi. Xudo xolasa. Aka, chorvani ko'paytiramiz, aka ukalarimizga keldi mana spatchasida Akmaljon. Mana akalar, qo'ylarni ko'ringlardi. Xudo xolasa tavsiya qilaman. Mana bu jonivorlarni bir joyga olib qo'ying, chorvani ko'paytiraman degan akalarimizga tavsiya qilaman hoji aka. 2 oy sabr qilib turasiz. 2 oy emas, 1 oy ozgina o'tishi mumkin-u. 2 oyga bormaydi xudo xolasa. Ishqivozga mana bu jonivorda aka nech pulga beramiz aka? Ikkalasini bir joyga olaman degan aka ukalamni Akmaljon aka 15 14 demaymiz Akmaljon. Hop. Yo'lida Akmaljon. Bir joyga aka buni so'mda donaga o'yiga ayting, keyin jupiga aytilaveradi. Buni jupiga ikkalasini Akmaljon. Aha. Oladigan net ko'taylikmi? Real narxini aytavering aka. 6,5 dan berishadi Akmaljon. 6,5 million so'mdan, ha. Dastlabki qilib chiqarib beraveradi. Dastlabkasi bizdan o'ylanishmasin. Dastlabkasi bizdan. Vodiy bo'ylab uzoq Toshkentgacha. Mashalloh. Qo'ydi stoykalarga ahamiyat bering-da.
Ikkovi ham haqiqiy juda yaxshi narsalar ekan. Va siz zo'rini olavering hoji aka, kanalimizga obuna bo'lib, like deb bosib tursangiz, sizdan hech narsa so'ralmaydi. Aka buni narxini chiroyli qilib bering aka, obuna. Buni narxini bir joyga olaman degan ko'kalamizga Akmaljon bo'ladigan aytib ketaymi? Realniy narxini aytaman. Ammo ko'p tortishmaylik aka, oxirgi partiya videoni obunachilarga ulashaylik tez. 200 mingdan o'tib beramiz. Yo, 200 mingdan demang aka. Qancha deb berdik Akmaljon mana bu? Chiroyli qilib o'zingiz aytib Bo'ldi, yana bering. 100 mingdan o'tib. Nech puldan bo'ladi shunda? 6 million 200 dan bo'ladi, dastlabkasi ham bizda. Yo, 6 million 200 dan demaylik aka, buni tekisdan bir joyga beraylik. Oxirgi partiya aka, sizni qo'llab-quvvatlab, like deb bosib qo'yishadi aka. Boshqa gap sig'maydi, to'g'risi. To'g'ri kelmay qolibdi Akmaljon unda. Yo, aka, 6 million 100 dan qilib berishsin Yo, mayli olti- aka, 100 mingdan- yuramiz biz ham. 100 mingdanga qarab qolmang, shuni bering mana. Dastlabkasi ham bor-da, shuning uchun. Aka, xursand bo'lib yurishsin. Bo'g'oz qo'ya oldim, to'q bo'g'oz, egiz qo'ydi oldim deyishsin mana aka. Keyin telefonga ham qarang, siz ham ko'pchilik like telefon bosing hoji aka, qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga yaxshi fikrlar bildiringlar. Akmalxon sizasi o'lmas. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, yana va'da berib qo'ying, yana egizlardan olib chiqasiz, ha? Sizlarni uramiz Akmaljon, xudo xolasa, kuniga bozordamiz. Aha. Qo'limizdan kelgancha xalqqa chiroyli qo'yiladi. O'sha istaklarga qarab olib kelyapmiz-da, masalan. Joningiz sog' Ketayotgan bo'lsin. qo'yni olib kelyapmiz. Hojini boricha qo'llab-quvvatlab tursin. Izlanishdan to'xtamaymiz. 6 million so'mdan mana bu jonivorlarni bir joyga olaman degan akalarimizga tavsiya qilaman. Xudo xolasa hoji aka yelinilarni ko'rsatdim, qo'ldan kelganicha. Telefonni qilib aloqaga chiqarasizlar. Bu oxirgi partiyamiz edi. Bundan keyingi videolarda ham xudo xolasa qo'llab-quvvatlab paddishkada bo'lib turing, narxini chiroyli qilib tushib beramiz aka. Videoni oxirigacha ko'rgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlab turing hoji aka, xudo xolasa zo'rlardan olib kelamiz. Like bosib, otangga rahmat deganda otasiga ming rahmat. Video jarayonida xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha like bosib qo'ying hoji aka.